Mana noqonuniy bo'lgan multiradar bilan hozir tushib qonuniy gaplashamiz. Uzmasdan oling. Assalomu alaykum. Qonuniy gaplashamiz kanalidan Jasurbek Nazib bo'laman, avtoyurist. Xo'p, aka. Men moslamani ko'rsatkichlarida tanishmoqchiman. Bo'ldi, ko'rsating. Telefonni olishga majbur emasman. Ichki ishlar organlari to'g'risida qonunning 2-moddasi ochiqlik va shaffoflik prinsipi, Konstitutsiyaning 33-moddasi har kim istalgan axborotni olish, izlash va tarqatish huquqiga ega. O'zim xavfsizligim uchun olib turishga majburman. Mana janoblar, multiradar shaxsan o'zimniki. Mana sudning qarori 200 Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasi 1-bandiga asosan ish ma'ni foydamga tugatilingan. Lekin men nima uchun bu multiradarlarni bekor qilib ovora bo'lib yurishim kerak? Mana 184 Spark, mana o'sha Spark. Tak, amal qilish muddati 2076. Nomeri tekshirishim. Men sizga mana buni ko'rsataman. Multiradar Sirdaryo shahrida tushganman. Mana 180 Sparkdan orqasida turibdi. 375. Mayli, summa katta emas, aka. Endi men sizga ko'rsataman. Mana sudda qarori. Shaxsan mana shu avtomobilni qani avtomobil nomeri? Oxirgi ham olsangiz, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 271 bandiga asosan meni foydamga hal qilishgan. Men sizga bu noqonuniylikni ikkita asos bilan isbotlab beraman. Prezident qarori bor 3989. 3989 ishlar to'g'risida da investitsion loyihasini bilasan, maxsus mayoqcha bo'lish kerak, yalt-yalt etuvchi, tovush ishorali bo'lish kerak. Vazirlar Mahkamasiga aytsangiz, aka, o'shalar chiqargan qaror bo'yicha uni xalq ovora bo'lyapti, yoki bekor qilib. Sudma-sud yurib. Sog' bo'ling. Katta rahmat ommaviy axborot blogerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar. Bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi. Qanday ko'p ochiqlik bo'lsa, qanday ko'p ommaviy axborot vositalari odamlarimizga adolatli, haqiqiy muammolarni qancha ko'p bildirsam, men rahbar sifatida minnatdor bo'laman ularga.